Hamkorbankni necha so'mga sotib olish mumkin? Hamkorbank aksiyalari hozirgi vaqtda taxminan 23-25 so'm atrofida har bir aksiyasi. Demak, bu umumiy bozor kapitalizatsiyasini 3 trillion 168 milliard atrofida qiladi. Bu agar dollarga o'tiradigan bo'lsak, taxminan 260 million dollardan sal oshiqroq bo'ladi. Endi bu degani siz 260 million dollaringiz bo'lsa, uni sotib olasiz degani emas. Ya'ni aksiyalarni sizga sotuvchi tayyor shaxs bo'lish kerak. Aksiyaning likvidligi bu yerda muhim rol o'ynaydi. Aksiya likvidligi degani, likvid aksiyada siz sotmoqchi bo'lgan paytingiz ham sotib oluvchi tayyor bo'ladi, sotib olmoqchi bo'lgan paytingiz ham kimdir sotishga tayyor bo'ladi. Shunday aksiyalar likvid bo'ladi. O'zbekistonda hozircha aksiyalar to'liq likvidlikka hozircha o'tmagan, lekin rivojlanish bor. Endi O'zbekistonda o'zi asosan qaysi kompaniyalarni sotib olgan yaxshi? Masalan, bu yerda men bank va sug'urta kompaniyalarini ma'qul ko'rgan bo'lar edim. Buning asosiy sababi u yerda barcha narsa kompyuterizatsiyalangan. Ya'ni u yerda aldash, o'g'irlik juda ham qiyin bo'ladi. Xalqchil IPO tizimiga ham ko'pchilik qiziqib turibdi. U yerda yirik davlat kompaniyalarini xususiylashtirish va aksiyalarni sotish tizimi amalga oshirilyapti. O'zbekiston xomashyo birjasi ham shu xalqchil IPO orqali qilindi. Keyinda bir necha kompaniyalar qilingan. Ular ichida men shaxsan Uztelecomni ma'qul ko'rgan bo'lar edim. Chunki Uztelecom deyarli monopol desak bo'ladi va yirik miqdorda abonentlari bor. Internet ularning qo'lida. Shu sababli u doimiy dividend kompaniyasi sifatida uni tasavvur qila olaman. Sizchi O'zbekistonda qaysi kompaniyani aksiyasini sotib olgan bo'lar edingiz?